Yomon odamning belgisi tili yomon bo'ladi yomon odamning. Hoji bo'lsa ham, domla bo'lsa ham, qori bo'lsa ham, mulla bo'lsa ham, imom bo'lsa ham, eshon taqsir bo'lsa ham, kim bo'lsa ham tili yomon bo'ladi yomon odamning belgisi. Shunda o'zlaringiz bilib olaylik. Bemalol so'kinyapsizmi, siz yomon odamsiz. Ilgarigi umradan kelgan bo'lsangiz. Kipora Qur'on yodlagan bo'lsangiz ham tilingizdan yomon gap chiqyaptimi, biling, siz yomon odamsiz. Nimaga? Luqmon Hakimning gaplari bor-da. Til qalbni cho'michi deganlar. Qozonda bori cho'michga chiqadi. Achchig'i kelganda, nervi qo'ziganda, yomon gap gapirib yuboryaptimi, uni qalbida bor shu gap. Bo'lmaganda chiqmas edi. Yotibdi o'sha gap. Achchig'i kelganda ham, har qanday holatda ham tiliga yomon gap kelmayaptimi, biling u qalbida yo'qdi u. Qozonda go'sht bo'lmasa cho'michga chiqmaydi u. Ming qo'ylagan bilan. Ming asabiga teging, yaxshi odamning tiliga yomon gap kelmaydi, so'kinmaydi hech qachon.